Qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'lingni qara kirligini, ustingni qaragi, changligini. Qanaqa qiz bo'lding o'zi? Uyga kirib, akkuratni o'tirsang bo'lmaydimi? Sen nima qilsan bu yerda? Bor uyingga. Kir uyga bor tez. Kir. Assalomu alaykum Adajon, siz yaxshi keldingizmi? E'zoza qachongacha orqangdan yig'ishtirib yuraman? Ertalab yig'ishtirib ketganman shu yerda. Kop-katta qiz bo'lib qolding. Qarashmaysanmi qiz bo'lib? Ovqatning qanchada pishib qoladi onasi? Hozir 5 minutda pishadi Adajon. Choy poy ichib turing. Hop. Adajon, Ha qizim, gapir. ko'chaga o'ynagan chiqsam bo'ladimi? Oyi, hamma munchoqlarimni yig'ishtirib bo'ldim. Chiqsang qiz bolaga o'xshab chiroyli o'ynagan, har kuni kiyimingni yuvib beradigan xizmatkoring emasmi? Bo'lmasam o'zing yuv. Bo'pti, baraqa qizim. Ro'shan aka! Ey Ro'shan aka! Tinchlikmi? Nima boqmoq qilyapsan? Aka, anta qizingizni mashina urib ol, tezroq chiqing. Nima deyapsan? Marras nima qilding? Qizim, qizim yaxshimisan? Qizim, ko'zingni och qizim. Qizim, Aka, men bilib turib qilganim yo'q. nima qilding? Marras nima qilding? Aka, o'z yo'limdan chiqib qoldi, rostdan aka. Men olamadim. Qizim. Assalomu alaykum, bandalarga. Assalomu alaykum. O'rtoq, kuni bilan o'tirib charchading. Keldi men qarab turaman. Borib dam olib ol. Men tog'dan ichkari olib kir. Muqaddas. Muqaddas. Xotining ichkarida bo'lsa kerak. Bera qol menga tog'orani. Kiyimlaring dazmol qilib qo'yibman. Oppoq kiyimlarda yurasan endi. Onasi? Ha? Ha? Voy, adasi. Keldingizmi ishdan? Qarang, E'zozani kiyimini dazmollab qo'ydim. Ko'chada qizlar bilan o'ynab yuruvdi. Chaqiring, kir kiyimlarda yurmasin. Kelsa uyga urushmayman endi hech qachon. Erkakni ko'rdingmi, o'rtoq erkakni? Ha, mashina. Akalar, iltimos. Shuna xotinimga aytib chiqing, iltimos, xabari ham yo'q-da. Nima aytasan, erkak? Chotingni bezing bormi? Gapingga satvetsiz qilasanmi sen o'zi? Qumorga xotining tikayotganini o'ylamadingmi? Ko'targan yoqqan endi yoqmayaptimi? Bor tez-tez. Orqangdan hozir kiraman. Ko'rdingmi boya? Buni xotinini bor-ku, kuruga tashab o'ynaymiz, bor ko'rasan hali. O'zi shunaqa qilish kerak-da. Xotin shu zo'r narsa bo'lsa kerak. Hatto birinchi bo'lib o'zim ko'rib berardim. Yur oldin kiraylik. Hado. Ha, bo'ldi. Hozir kiosk kelsalar telefon qilaman sizga. Xo'p. Voy, adasi, assalomu alaykum. Qayerda yuribsiz? Kechasi bilan kelmadingiz, xavotir oldim. Bo'la qolmaysanmi tez-tez? Onasi, seni qumorda yutqizib qo'ydim. Nimalar deyapsiz? Nomusingiz bormi sizni? Shundoq, bolasan kelasan, iltimos sana meni qutqar. Bola bilan borsang tegmaydi senga. Qanaqa ketaman bilan? Alo, Qizim, ering keldimi? ha, keldilar. Mahalla dedim, uyni oldiga yuvdim. Olib ketaymi? O'z kelib olib keting. Bo'ldi, hozir o'zim kiraman, xo'p. Madi, iltimos sana meni qutqar. Jinnimi bu rol o'ynayapti bizga? Okalar, hozir men kutib turinglar, men ko'ndiraman hozir. Iltimos sizdan, aka. Marras, o'ldirib qo'yaman. Bo'l tez-tez. Bo'l tez-tez. Assalomu alaykum, amaki. Alaykum assalom. Assalomu alaykum, amaki. Yaxshida. Voy, mana sen. Assalomu alaykum, ada. Kiosk o'rtoqlar. Mashinaga chiqib kiringlar. Kuyov, ishlaringizni hal qilib o'tasizmi bo'lmasa? O'tinglar sizlar. Yomon bo'ldi-ya. Baxki. Bo'l. Marras. Menga keyin safar yana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, chechovog'ingni ochib tashla. Shunda sinovdan xabar bor, iymonli ayoling bor ekan. Chaqinog'ini yirib tashlayman agar yana bir qimorga aralashsang, tushundingmi? Bo'qol ko'zga ko'rinma.
yo'q ketdi. Qizim, kuyovni bunaqa o'rtoqlari borligini hech ko'rmaganim bor bizlarni. Hadi ozgina kech qo'yganingizda mani boshqa ko'rmasdingiz. Ko'z qimorda yutqazib qo'yibdi. To'xta! Nima savolding qorningga? Menga qara. Men qorningga nonni savolding. Kim o'rgatdi buni senga? Amaki, meni kechiring. Sandagilar ko'payib ketdi o'zi. Hozir militsiya chaqirib, militsiyaga berib yuboraman seni. Mana shunaqalarni o'zi ota-onasi chiqarib yuboradi. Bor bu narsa o'g'irlab kelgan deydi. Buvsini qo'lda qolgan bu, ota-onasi o'lib ketgan. Buvsi o'rgatgan bunga bor o'g'irlik qilib kelgan deb. Menga qaranglar. Bitta non uchun shunaqa vahima qilyapsizlarmi? Qizim, shu nonni o'g'irlamasdan undan ko'ra sotgani yaxshi emasmidi? O'zi arzimayap pul turadi-yu. Amaki, uyimizda hech narsa yo'q. Buvim bilan 4-5 kundan beri Ramazonda suv bilan og'zimizni yopib, suv bilan ochyapmiz. Shuning uchun non olgandim. Bu qiz shu mahallada turadimi? Taniysizlarmi sizlar? Ha, aka, bir magazin kirib turadi. Men dashi uygacha bilaman. Buni taniganimiz bilan nima qizig'i bor? Buni militsiyaga topshirib yuborish kerak. O'g'ri-ku. Ne unaqa deysiz, birodar? Aslida shu qiz o'g'irlik qilishiga biz aybdor emasmizmi? Yaxshilab o'ylab ko'rmadinglarmi shu narsani? Hammani oldida izzat qilishdan oldin. Oilasidan xabar olmadinglarmi? Kim bo'ling mahalla ekansizlar. Hammanglar o'zingizga yetarli boysizlar. Hammanglarning imkoniyatinglar bor. Qizim, mana shu do'kondan xohlagan narsangni ol, pulini men beraman, xo'pmi? Bor aka. Aka, mashinani hisoblab bering. Polis kerak emas. Qizim, uyingda nima kamchilik bo'lsa, do'kondan bemalol olib o'rgan narsa, xo'p? Meni kechirgan qizim. Aslida shu qiz o'g'irlik qilishiga biz aybdor emasmizmi? Yaxshilab o'ylab ko'rmadinglarmi shu narsani? Hammanglar o'zingizga yetarli boysizlar. Hammanglarning imkoniyatinglar bor.